Har kuni ham taksida yurishni cho'ntak ko'tarmagani sabab jamoat transportlariga talab yuqori. Jamiyatdan ajralib qolmaslik, boshqalar kabi odatiy hayot kechirishlari uchun esa nogironligi bo'lgan shaxslar ko'chaga chiqishlari, ishga, o'qishga borishlari kerak. Shu o'rinda jamoat transportlaridan ham ular faol foydalanishga haqlidir. Ba'zi manzillarda bo'y ko'rsatayotgan bu yo'nalishdagi kamchiliklar esa nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qator muammolar keltirib chiqarmoqda. Toshkent davlat transport universiteti talabasi Murod Egamov ayni holat bo'yicha o'zi duch kelgan noqulayliklar yuzasidan muxbirimiz bilan suhbatda bo'ldi. Toshkentdagi ba'zi metro bekatlarida nogironligi bo'lgan shaxslar foydalanishlari uchun elektron panduslar o'rnatilgan edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ularning hammasi ham hozircha to'liq ishga tushgan emas. 2025-yilning 13-oktyabr sanasida berilgan rasmiy ma'lumotlarda esa yo'lovchilar qulayligi uchun jami 45 dona elektron pandus o'rnatilgan, ularning 21 tasi to'liq ishlab, qolgan 24 tasi esa montaj va sozlash bosqichida ekanligi aytib o'tilgan. Nima deydi, o'sha elektron panduslar tushirgani ko'z ojizlar uchun gapiruvchi svetoforlar o'rnatilishi xursandchiligim bor. Endi esa quyidagi videoga e'tibor bering. Hozir siz bilan elektron pandus ishlayotgani yo ishlamayotgani haqida birgalikda tekshirib olamiz. Elektron ko'targichlar o'rnatila boshlagani sabab quvongan Egamovning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmaydi. Panduslarning hatto ishga tushirilganlari ham bir ishlab bir ishlamasligi bunga sabab. Bir kuni ishlaydi lift, bir kuni ishlamaydi. O'sha elektron panduslar 23 ta bekatga o'rnatilgan. Xalqlar do'stligida Buyuk Ipak yo'li bekati bor, Mustaqillik maydonida bor, Toshkent City Mallga chiqib ketish yo'lida bor edi. Men hayronman. Nimagadir olib tashabdi. 1 soat, 1,5 soat oldin chiqib ketsam ham vaqtida ulgurib bora olmayman universitetga. Hozirda texnologiyalardan foydalanish imkoniyati to'liq ishga tushmagan bo'lsa-da, nogironligi bor shaxslarga yordam qo'lini cho'zadigan samimiy yurtdoshlarimiz ham bor. Har doim tushayotgan odamlar yordam beradi-yu, har doim o'shanga qaraydi odamlar. Mana uni ishlatsa bo'ladimi dedi. Endi nima deysizlar deyman-da. Men bir marta jamoatchilik nazorat o'tkazgan paytimda o'sha tagi pastdagi displey xodimlardan menga taqiq bo'lgan, ya'ni video olmaysanlar, kimdan ruxsat so'ragansanlar. Keyin men o'zimizni yuristlarimizga telefon qildik, o'shandan keyin hal qildik-da uni. Metropoliten xodimlarini elektron ko'targichlardan foydalanishga o'rgatish kerakligi ham asosiy masalalardan biri. Elektron panduslarni ishlatish kerak edi-da, ishlatib bera olasizlarmi? Hozir men ishlatib bera olaman, instruksiyasi bizga undaqa kelgani yo'q edi. Instruksiyasi qachon keladi? Unisini bilmadim lekin. Bizga instruksiyani o'qib berish kerak, qanday ishlatish, qanday foydalanish to'g'risida. Maxsus yo'laklarning ba'zilari baland qilib yuborilganligi sabab nogironligi bo'lgan shaxslar yiqilib ketishi ehtimoldan uzoq emas. Bilasizmi, hozir men ko'p joylarga chiqmayapman, chunki men o'sha oldindan bilaman, panduslar talabga javob bermasligi juda muammolar ko'p ekan bu borasida. Infratuzilmalardagi muammolar bir tomon bo'lsa, ayrimlarning noto'g'ri fikrlari boshqa bir tomon bo'lib, nogironligi bo'lgan shaxslarga qiyinchilik tug'diradi. Oddiy inson sifatida qabul qilmasligi, har doim shu arvachadan yurgan paytimda menga kelib sadaqa puli 2000, 3000, 5000 shunaqa pullar tutqazishi. Keyin voy uzr, bilmay qolibman deb shunaqa gaplar bo'ladi. Inklyuziv so'zi inglizcha inclusive so'zidan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda birlashtiruvchi degan ma'noni anglatadi. Inklyuziv jamiyat bo'lishi uchun avvalambor birinchi o'rinda mutasaddi xodimlari, tashkilotlari his qilib ko'rib, bu muammoni biz bilan birgalikda hamkorlikda ishlashi, ana o'shandagina bu narsa amalga oshadi deb o'ylayman. Elektron ko'targichlar bo'yicha mas'ul mutasaddilarga tegishli savollarimiz bor va shu sabab ham ushbu mavzuga yana qaytamiz. Bu kun Sevinch Mardonova, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.